nutqdan qolish, o'ng tomonda oyoq qo'llarning harakatlarining chegaralanishi, o'tishning buzilishi va boshqa belgilar bilan namoyon bo'lishi mumkin. Hozir qisqa statistika ma'lumot berib o'taman, bu sizni shokka tushirishi aniq. Birinchisi, yer yuzida har yili 15 milliondan ortiq insonda insult kasalligi diagnozi qo'yiladi. 7,3 million, ularning deyarli teng yarmida o'lim holati yuzaga kelishi mumkin. Uchinchisi, 75-80% holatda to'g'ri davolanmagandan keyin bemorlarda nogironlik yuzaga chiqadi. Qiziq holat, 1990-yildan 2021-yilda o'rtasida 31 yil ichida insultlarning uchrash darajasi 70% ga oshib ketib qolgan. Xo'sh, bu ma'lumotlar insult kasalligining o'ta aktual ekanligidan dalolat beradi. Bugungi videoning mavzusi ko'pchilikni qiziqtirgan insult kasalligi. Xo'p, insult kasalligini davolash mumkin. Faqat qanday qilib? Kasallikning kelib chiqish sabablari, insult kasalligining turlari, uning qanday erta belgilari bor va uni qanday qilib o'z vaqtida davolansa yaxshi natijaga erishish mumkin. Bugungi video aynan shu haqida. Insult deb turib, bu bosh miyada qon aylanishining o'tkir buzilishiga insult kasalligi deyiladi va insultda ko'pincha yuzaga kelgan simptomatik o'choqli belgilar 24 soatdan ko'proq davom etadi. Xo'p, insult kasalligining ikkita asosiy turi farqlanadi. Birinchisi bu ishemik insult, ikkinchisi gemorragik insult. Uchinchi tipi ham bor, ham ishemik, ham gemorragik bir vaqtni o'zida ikkalasi ham kelishi mumkin. Xo'p, birinchi ishemik insultdan boshlaymiz. Ishemiya degan so'z bu qonsizlanish degani. Ishemik insultni oddiyroq tushuntiradigan bo'lsak, bu miyaning ayrim uchastkasida qon yaxshi yetib bormagandan keyin qon borishining o'tkir to'xtashi natijasida miya hujayralaridagi buzilish natijasida yuzaga keladi. Gemorragik insultda esa teskari, ya'ni qon tomirlaridagi qon tomiridan sizib chiqishi, qon tomiridagi jarohatlar, qon tomirining yorilishi natijasida qon chiqishi natijasida yuzaga keladigan insult tushuniladi. Xo'p, ishemik insultning sabablari qaysilar? Qaysi omillar ishemik insultga olib keladi? Birinchi sabab bu ko'pchilikda uchraydigan 80-90% insultlarning sababchisi bu qon bosimining yuqori ekanligi. Ko'pincha bilamiz, organizm o'ta aqlli. Agar bemorda bir necha oylar, bir necha uzoq muddat davomida baland qon bosimi yuradigan bo'lsa, bu ishemik insultning asosiy sabablaridan biri hisoblanadi. Ikkinchisi bu atrotrombotik omillar, ya'ni uzoq muddat o'sha qon tomirlarining ichki qismida, qon tomirlarining ichki intima qavatini sekin o'sha blyashkalar hosil bo'lish boshlagandan keyin qon tomiri torayib qoladi va qon tomiri torayishi natijasida bosh miyada qon aylanishining o'tkir buzilishi va o'sha tromblar hosil bo'lib, trombning ko'chishi natijasida ham ikkinchisi sabab yuzaga kelishi mumkin. Uchinchisi bu qandli diabet kasalligi. Qandli diabet kasalligining insult bilan qanday aloqasi bor? O'rtacha qandli diabeti bor insonlarda insult xavfining uchrash darajasi 4-6 barobariga oshib ketib qoladi. Sabab bu qandli diabetda qon tomirlarining qisqaruvchanligining buzilishi, qon tomirlarining torayib qolishi, qon tomirlarining yorilishiga moyilligining oshib ketishi natijasida insult uchrashligi mumkin. To'rtinchi asosiy guruh sabablari bu kardiogen omillar. Kardiogen yurak bilan bog'liq bo'lgan omillar. Ayniqsa bu yurakning chap qorinchasi bilan bog'liq bo'lgan hilpillovchi aritmiyalar, bakterial endokardit, ayrim paytda sun'iy o'sha klapan qo'yilgandan keyingi holatlar, yurakdagi aritmiya, infarktdan keyingi holatlar ham insultga sabab bo'luvchi omil hisoblanadi. Keyingisi boshqa sabablar degan guruhni chiqqan. Boshqa sabablar degan payti bu ayrim o'ta kuchli migren,
ayrim paytda bosh miya qon tomirlarining yallig'lanishi, vaskulitlar, ayrim paytda bosh miyadagi infeksiyalar, ayrim paytda travmalardan keyin va o'sma kasalliklaridan keyin ham insultga uchrash darajasi yuqori bo'ladi. Xo'p, ishemik insultning qanday turlari mavjud? Ishemik insult bu juda katta guruh hisoblanib, uni ham bir necha kichik guruhlari mavjud. Birinchisi bu aterotrombotik turi dedik, ya'ni tromb ko'chishi natijasida qon tomirlarining to'rayishi natijasida insultning yuzaga kelishi. Bu insultda ko'pincha 75-80% qon tomirlarining ichki qavatining to'rayishi natijasida, undan keyin bu ahamiyatga moyil bo'lgan insultning o'ta xavf yuqori guruhiga kiradi. Ikkinchisi bu gemodinamik insult degan paytda bu gemiz qon dinamik harakat. Ya'ni ayrim kasalliklari bor, qon bosimining birdan tushib ketishi natijasida ham insult bo'lish xavfi yuqori bo'ladi. Uchinchisi kardioembolik deb aytdik, boya yurakdagi muammolar ham insultda 3-kardioembol ishemik insult turiga olib keladi. To'rtinchisi lakunar insult degan, lakunar kichik degani ko'pincha miyada 1 santimetrgacha bo'lgan o'sha insult o'choqlarining hosil bo'lishi bilan namoyon bo'ladi. Xo'p, beshinchisi gemoreyologik ishemik insult. Bu degani qonning, ya'ni qon evishining buzilishi, ayrim o'sha antifosfolipid sindrom, ayrim qon kasalliklarida qonning o'ta quyuqlashishi natijasida ham ishemik insult yuzaga kelishi mumkin. Yuqoridagi 5 ta guruh bu ishemik insultning turlarini misol qilsak bo'ladi. Xo'p, ishemik insultda miyada qanday jarayon kechadi? Miyada birinchi tasavvur qilamiz. Mana bunda miyaning uchastkasini qiladigan bo'lsak, bu yerda qonsizlanish jarayoni boshlandi. Qon o'zi bilan kislorod, glyukoza va juda ko'plab oziq moddalarni miyaga tashishini amalga oshirish kerak. Endi qisqa muddat 6 minutdan ko'p davom etgan o'sha qonsizlanish jarayoni bo'lsa, bevosita keyin o'sha insult jarayonlarining boshlanib ketishiga olib keladi. Miya qonsizlangandan keyin unda oziq modda yetishmadi. Oziq modda yetishmagandan keyin hujayra o'zini o'zi ozuqa bilan ta'minlash kerak va natijada anaerobni glikoliz kislorod yetishmayapti. Miya hujayraning ichidagi glikoliz hujayrani energiya bilan ta'minlashga bo'lgan harakat rivojlanib ketib, hujayraning nobud bo'lishiga olib keladi. Ya'ni penumbra degan tushuncha bor. Penumbra degani, ya'ni bu yerda o'choq hosil bo'ldi. 1 santimetrmi, 2 santimetrmi qanchadir kattalikdagi o'choq atrofida, ya'ni hali hayotini saqlab qolish ehtimoli yuqori bo'lgan hujayralar penumbra. Yaxshi davolanmasa bu tiklab bo'lmaydi. Yaxshi davolansa penumbra sohasini tiklash mumkin. Xo'p, endi bu ishemik insult sifatida aytib o'tdik. Nimaga insultlarda kimdir gapirgan payti tildan qolishligi, oyoq qo'llardagi harakatlarning chegaralanishi, ayrim holda ko'rishning buzilishi, ayrim paytda yutishning buzilishi va shu kabi belgilar namoyon bo'lishi mumkin. Bu miyaning qaysi qismi zararlanishiga xos bo'lgan belgilar hisoblanadi. Misol uchun, xo'p, unaqa insonlarda bitta narsani aytib o'tish kerak, bu miyaning chap tarafi o'ng oyoq qo'llarimizga, tananing o'ng qismiga javob bersa, o'ng tomoni chap tomondagi a'zolarimizga javob beradi, oyoq qo'llarga. Endi aynan ko'pincha insultning chap tomonlama uchrashi natijasida chap tomonda o'sha o'rta miya arteriyasi zararlangan payti nutqdan qolish, o'ng tomonda oyoq qo'llarning harakatlarining chegaralanishi, yutishning buzilishi va boshqa belgilar bilan namoyon bo'lishi mumkin. Endi ikkinchi guruh bu gemoragik insult. Videoni boshida aytib o'tganimizdek, gemoragik insultda bemorlarda ishemik insultga teskari ravishda qon tomirlaridan sizib chiqishni boshlaydi va gemoragiya, qon oqishni boshlaydi. Bu ishemik insultdan biroz boshqacharoq kechadi. Gemoragik insultning 3 ta asosiy guruhi bor edi. Ishemik insultda 5 ta bo'lsa, gemoragik insultda 3 ta asosiy guruhi bor. Birinchisi bu parexematoz, qon ketish gemoragiya deymiz. Ya'ni miya to'qimasining ichiga qon ketish bilan namoyon bo'ladi. Ikkinchi guruh bu subarachnoidal, ya'ni miyaning pardalari mavjud. O'sha pardalar subarachnoidal, parda ostiga ko'p qon ketgandan keyin bu
ikkinchi turdagi gemorragik insultga misol bo'lishi mumkin. Uchinchisi bu har bitta insonning miyasining ichida uni qoranchalari bor, bo'shliqlari bor. O'sha bo'shliqqa kuchli qon ketgan payti qorinchalarga qon yig'ilib, gemorragik insultning eng xavfli turiga o'tib ketishi mumkin. Xo'p, gemorragik insult bo'ldi, ishemik insult bo'ldi. Ayrim holda bitta bemorning o'zida ham gemorragik, ham ishemik insult bir vaqtning o'zida uchrashdi yoki ishemik insultning gemorragik insultga transformatsiyasi aylanib ketishi holatlari ham uchrashi mumkin. Endi o'rtoqlar, xo'p, kasallikni qanday davolash mumkin? Xo'p, Yevropa va juda ko'p yaxshi rivojlangan mamlakatlarda insultni davolashda o'ta yuqori natijalarga erishiladi. Xo'sh, buning asosiy sababi nima? Xo'p, davolashni tushuntirishdan oldin insultning davrlari bilan gaplashib o'tamiz. Ko'p mamlakatlarda insultlarning, ayniqsa ishemik insultda birinchi 3 soatdagi o'ta muhim. Bu terapevtik oyna yoki terapevtichеское okno deyiladi. Aynan o'sha birinchi 3 soatlik insult yuz bergandan keyin birinchi 3 soatlikda yaxshi lechina qilinsa, yaxshi davolansa, insultlarni deyarli asoratlarsiz davolash mumkin bu ishemik insultda. Ya'ni birinchi 3 soatda bemor yaxshilab tekshirildi, shifoxonaga yetkazildi. Shifoxonaga yetkazilgandan keyin o'sha altiplaza yoki o'sha tromblarni, ishemik zonani davolovchi altiplaza yoki boshqa dorilar qo'yilgan paytda bemordagi yuzaga kelishi mumkin bo'lgan defitsitlarni yo'qotishi mumkin. Bu birinchi 3 soatda. Xo'p, birinchi 3 soat o'tib ketdi. Keyingi 6 soat davomida yana ham davolashga harakat qilishimiz kerak. Xo'p, insultlarning o'ta o'tkir davomiyligi bu birinchi 24 soat davom etadi. Undan keyin 72 soatga o'tdik. 3 sotka degani bu. Birinchi soatlardan 72 soatgacha bu o'ta o'tkir davri insultning. Xo'p, 72 soatdan 21 kungacha bu o'tkir osti davri. Xo'p, erta tiklanish davri 21 kundan 6 oygacha. Xo'p, kech tiklanish davri 6 oydan 2 yilgacha davom etishi mumkin. 2 yildan keyin esa bu insultning asoratlari davri deyiladi. Xo'sh, bu davrlar nega muhim? Aynan insultning birinchi 3 sotkasida, agar 3 sotkani o'tkazib qo'ygan bo'lsa, birinchi 21 kunligida bemorda yaxshilab davolansa, kerakli o'sha bosh miyani hujayralarini saqlab qolishga, uni asoratlarini yo'qotishga qaratilgan lechina qilinsa, insultni 70-80% holatda yaxshi davolash mumkin. Xo'p, endi bizni O'zbekiston sharoitida aynan ko'p kamchilik bu bemorlarga to'g'ri reabilitatsiya jarayonlarini boshdan olmasligi. Insult kasalligida agar bemorning holati stabil bo'ladigan bo'lsa, birinchi 3-5 sotkadan boshlab Yevropa boshqa rivojlangan mamlakatlarda uni reabilitatsiya qilishni boshlanadi. Reabilitatsiya degani o'sha zararlangan o'choqli tomonda qo'l oyoqlarni ishlatish, undagi lechebniy fizikultura mashqlarini bajarish kabi reabilitatsiya chuqur o'tkazilgandan keyin bemorlarni minimal asoratlar bilan davolash mumkin bo'ladi. Xo'p, insult kasalligida birinchi 3 kun, 6 kun, 21 kun davomida birinchi navbatda miyani hujayralarini tiklashimiz kerak. Miyadagi oziqlanishni yaxshilashimiz kerak. Ishemik insult bo'lsa, unda qon aylanishini yaxshilashimiz kerak. Uchinchisi, miya shishini oldini olishimiz kerak. To'rtinchisi, bemorda qon bosimi yuqori bo'ladigan bo'lsa, qon bosimini normallashtirish. Beshinchisi, qonda qand miqdori yuqori bo'lgan bo'lsa yoki tushib ketgan bo'lsa, norma joyiga olib qo'yish. Oltinchisi, bemorda qon quyuqlashishini oldini olishimiz kerak bo'ladi. Yettinchi holatda bemor ahvoli stabillashgandan keyin uni bevosita o'sha reabilitatsion jarayonlariga o'tkazishimiz kerak bo'ladi. Endi gemorragik insult bilan ishemik insultni davolashda bir-biridan ozgina farqli jihati bor. Ishemik insultda qon oqishini yaxshilamoqchi bo'lsak, gemorragik insultda teskarisi, boshida o'tkir davrida qon ketishini kamaytiruvchi dorilar ham qilinadi. Insult kasalligi deb turib biz, xo'p, bemorlarda 24 soatdan ortiq davom etuvchi boshda qon aylanishining o'tkir buzilishiga insult kasalligi deyiladi. Insult kasalligi to'g'risida sizdagi qiziqarli ma'lumotlari bormi yoki insult bo'yicha sizni qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, kommentariyada qoldirib qo'yishingiz mumkin.
Insult masalasida konsultatsiyaga yozirish uchun videoni ostidagi raqamlarga telefon qilib qabulga yozdirishingiz mumkin. Siz bilan doktor Alimov bo'ldi. Hech qachon insult bo'lmaydi.